Assalomualaykum. Bu sistemamiz hozirda 2 kilovatlik gibrid inverter, 12 voltga 200 amperlik geliyor akkumulyatorimiz. Pastki qismlarimiz motorlar, kichkina motorlarda, mana shu motorlarda svet o'chib qolganda shu orqali o'chmaydi. Biz umumiy katol bu yerda bu motor qo'shilmagan, bu motorimiz qo'shilgan, bu motorimizdan qo'shilgan. Bu ko'mir katol shu o'chib qolmasligi uchun shu sistemani qildik hozir. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, gruppada nomlarimiz turibdi.